Assalamu alaikum, qeyrindaşlar, qandavalınlar yaxşımı? Aldın qıttım şu həzm qilish niki funksiyasi, həzm qilish əzalar qatarlıqlarını çoğun dair sözlügendim. Bunun iki planım şu həzm qilish niki her bir əzalarını əzalardaki keseller hem aldın ilish qatarlıqlarını əmili misallar bilen sözləş getirişmende boyladım. Aldı qatım degəndək, şu həzm qilish deganimiz əğizdən başlap məqətkiçə o'tir hesab bilan har bir adamning albatta o'xshamaydi. 6 metrdan 9 metrgacha deb so'zlab o'tgandim. Bu qatim asosli shu əğiz bo'shlig'i. Anandan keyin əğiz bo'shlig'ining ichidagi suyuqluq, ya'ni odatda qora tilda tükürük deymiz. Qandaqsiz paydo bo'ladi, uning qandaq roli bor deganlarni so'zlash bilan birga asosli. Anandan keyin qo'shimcha əğiz bo'shlig'imizga chiqadigan yalluq köpünce chiqadigan bu bek. Şunlaşqa muş to'g'riliqni azroq to'xtalay deb o'tdim. Bu resim qarasanlar, bu resimda bu shu əğiz bo'shlig'idagi suyuqliqlar, ya'ni tükürük qandoq paydo bo'ladi deganniki tushuntirishi asosli mush 3 xil baz. Ya'ni tilniki ostidagi baz. Anandan keyin mush quloqniki ost tarafga joylashgan baz. Yani birisi şu javg'a deymizmi, javg'ani ost tarafga joylashgan baz bo'lib, uch baz orqali bizniki əğizimizniki suyuqlar mush bazlar orqali ajratib chiqarib əğizimiz qo'yildi deganning tushuntirilishi. Anandan keyin ma resimda buni hamda yaponcha tushuntirishi shundoq bo'lsa-mu, men tushuntirsam ko'pchilikka shunchalik yaxshi tushunishlik deb mush resimni tanladim. Shunlashqa mushni to'g'ri tushunishinglarni umid qilaman. Buniki shu əğiz suyuqliqi niki mush tükürük desek bo'ladi, bir hesab qora tilda onlar erishib qolmasin deb mundaq tavatıman. Buniki shu asosli 6 xil cho'ng roli bor ekan, mush tükürükniki. Shunlashqa mush biz tamoqlarni xiyo qilsakmi yoki oldimizga tomoq kelsimi, shuni o'ylab bo'lsimi og'zimizga mana suyuqlar yig'ildi. Undan keyin shu bo'libmi tomoq yegandan keyin shu uch bazniki ajratmalari shunchalik ko'p ajrilib chiqarib bizniki hazm qilishimizga yordam qiladi deganniki tushuntirishi bo'libmi. O'tir hesab bilan bir kunda bir odam 1 litr atrofida shu tükürük ajratib chiqardi ekanmiz. Shunlashqa bu tükürükniki immunot kuchiga shunchalik foydasi bor ekan. Shunga buni hamda tushuntirib o'tsam, birinchisi bu shu hazm qilishni rol o'taydi debdi. O chilakning ichidagi suyuqliq shu bizniki əğizimizning ichidagi suyuqligi deb misol olgan ekan. Shunlashqa shu resimda tushunish ekan. Shunga bu shu bizniki yemak-ichmaklar bilan birlashib bizning hazm qilishimizga yordam qildi deganni tushuntirishi. İkincisi kelsak bu shu so'ngaklarniki bo'libmi, shu əğizimizning ichidagi kichik so'ngaklar bo'ladi. Bu so'ngak bilan tishniki tuzilishiga shunchalik yordam qildi deganning ma'nosi. Üçüncüsü bakteriya o'ltirish roli o'taydi degan tushuntirishi. Mana qapqar resim shu bakteriyani qo'g'lab chiqarayotgan yeri. Shunlashqa buni shundoq tushunishlik deb o'yladim. Undan keyin to'rtinchisi shu chilakning ichidagi suyuqligimiz, shu əğizimizning ichidagi tishlarning atroflari butunlay silliqlash roli o'taydi deganning tushuntirishi. Beshinchisi tishniki keyni taraflarni, oldi tarafni butunlay tozalash roli bor ekan. Shunlashqa bu nihoyatda cho'ng roli bor degan gap. Anandan keyin oltinchisi butun shu əğizimizga kirgan ozuqliqlarni shu ilashtirib, mix qilib bizning hazm qilishimizga nihoyat foydali deganning ma'nosini bildirdi. Demakchi shu əğiz bo'shlig'imizning diki suyuqliq bo'libmi shunchalik odamniki badaniga bo'lgan hazm qilishimizga shunchalik foydali ekan. Shunlashqa bizmi burunmi ko'p anglagan
balkim ko'pincha anglagan bo'lishingiz mumkin. Kichik vaqtlarda cho'nglar tozalarniki beshiq tükürüp qo'ysa yaxshi bo'lib qoldi degan gaplar anglaydik. Buning ilmiy asos bor ekan deb shu doktorchilik o'rgangandan keyin haqiqiy his qildim. Shunlashqa shu tükürüp qalaymaqan tükürüş odatimiz bizning azalda yo'q. Shunlashqa boshqa millatlarda yo'q qolgan bo'lishi mumkin deb o'ylayman ba'zida. Ammo shu o'zimizniki shu boyliqni sirtqa tukamay, shu hazm qilish orqali o'zimizniki badanimizga foydali ekan u. Kunda 1 litr deganimiz shu odatdagi mineral suv 1 botolka 500 millilitr keladi. Shuni 2 botolka ajratib chiqaramiz degan gap. Shunlashqa buni o'zimizniki boyligi deb, o'zimizning immunit kuchiga foydali ekan u deb, shunga diqqat qilsak, hazm qilishimiz, sog'lomligimiz g'ayet foydali bo'ldi ekan deganni tushuntirmoqchi. Yana birisi hamda shu so'zlash orqali Luqman akimniki ayni vaqtidagi bir ish esim kelib qoldi. Shu kitoblarda bor. Balkim ko'pchilik anglagan bo'lishi mumkin, o'qiganlar bo'lishi mumkin. Shuni ozroq so'zlab beray dedim. Nashtilik, bir kappang degan bir so'z bor. Shu Luqman akimning kitobida bu qandaqsil kelgan bir kappang aytganlik nashta bir kappangdan keladi degan bir yozmasi bor. Buni so'zlab bersam, mo'ylaga ayon Luqman akim doktorlar otasi deb ta'riflanadi. 3000 yil yashagan degan rivoyatlar bor. Hamda bu Luqman akim ayni vaqtida shu kasal ko'rayotgan vaqtlarda bu qiziniki yo'ldoshi, ya'ni kuyovli hargiz buning Luqman akimning oldiga bir qatim kelib qolmaydi ekanda. Shuning bilan bu Luqman akim hayron qilib, buning cho'qim bir usuli bor. Bu ben qizimdan bir so'rab boqayda qizidan so'raydi ekan. Qizidan so'ragandan keyin shu yo'ldoshining harakatiga diqqat qilib boqqan, cho'qim o'zini kasalning oldini olish usuli bor cho'qim buniki deb qizini kuzatadigan sap qo'ydi ekanda. Shuning bilan bir kuni qopsa atgan qopiblam Luqman akimniki kuyovli bir kappang nonni eg'izga sevilib, undan keyin qaga ishni qildi ekanda. Undan keyin shu ishni dadasiga deydi ekan Luqman akimga. Degandiki Luqman akim shu nonni evatgan deydi ekan. Degandan keyin ma'qul deb nonni evatdi ekan, siqib qo'ydi ekan bir yerlarga. Shuning ikkinchi kuni Luqman akimniki kuyovli o'rnidan tursa undan yo'q. Shuning bilan qarab baqsam u vaqtda namrat vaqtlar un bor ekan. Shu unni bir kappang eg'izga sevilib, yana o'zining ishini qiladi ekan. O'rnidan turiblar, qo'lini yuplar degandek. Andan keyin bu ishni yana Luqman akimga deydi ekan. Degandiki Luqman akim unni evatgan, unni siqib qo'ygan bir yerga deydi ekan. Shuni unni siqib qo'ygandan keyin bu Luqman akimning kuyovli 3-chi kun o'rnidan tursa unmi yo'q. Shuning bilan sirtqa chiqib, asta shu pok tuproqdan bir kappang eg'izga sevilib, yana o'zining ishini qiladi ekan. Shuning bilan bu ish nima deydi ekan. Dadasi degandan keyin bir kuni Luqman akim bu kuyovini o'zining oldiga chaqirdi ekan. Chaqirtib odam degan kasal bo'lmaydi, emas bo'ladi. Sizning qandaq bir oldini olish, kasal bo'lmaslik bir nimangizni men bir so'zlab bersangiz bo'pti ekan degandan keyin bu Luqman akimning kuyovli Luqman akimga deydi ekan. Men shundaq har kun aytgan o'rnimdan turiblar, qo'limni yupib, uning bir kappang non yeb olman. Undan keyin o'zim ishini qilib, nashtilik qilman. Bu agar mush harakatimni men davomlashtira oladigan bo'lsam, sizning oldingizga mangu kelmayman deydi ekan. Men doktorchilikqa nimasidan chiq o'ylandim buni, o'zim jiq tajriba qildim, atrofdagi do'stlarimga dedim. Buning ta'siri shunchalik kuchli ekan. Boy deganda shu biz kechasi uxlagan vaqtida shu bizniki eg'iz bo'shlig'imizniki ba'zilar har xil suyuqlik ajratib chiqaradi. Atga o'rnimizdan turgandan keyin bu vaqtdan boshqa odamniki cho'ng bo'lgan siri eg'izda shunaqa suyuqlik bo'lg'achqa ancha-muncha o'rnimizdan turgan eg'iz puradigan ishlar bo'ladi. Ammo bu puroq shu bizning immunit kuchimizni ba'zilardan chiqqan suyuqlikning puroqi. Shunlashqa bu Luqman akimniki men o'zim o'ylaganım hamda. Bu Luqman akimniki o'g'li shu suyuqlikdan obdan foydalanibdi degan o'yladim. Nima deb degan chog'da o'rnidan turib bir kappang non yegandan keyin shu eg'izda 3 ba'zi ajratmalardan ajratib chiqqan suyuqliklar
mush nom bilan birlashib badan kirgandan keyin asta badanniki boshqa a'zolarga signal keldi ekan degan his qildim. Nima uchun degan chaqda bizning mingimiz o'rnimizdan turgan chaqda albatta butun a'zoning qon aylanishdan tortmaymiz asta bo'ladi. O'rnimizdan turgandan keyin asta harakat keladi. Demakchi mushu nonni yegandan keyin oshqozon, uchchay qatorliqlarga ming'idan signal kelgandan keyin asta boshqa a'zolarmi bizniki o'rnimizdan turishimizga tang uyg'onishga boshlaydi ekan. Shunglashqa bir kappang non badanga shunchalik foydali ekan deb atrofdagilar tunish bilishlar dedim. Hatto o'z qarindoshlarimga dedim. Shunga bu uning ustiga yana bir jihatdan qavziyatga shunchalik foydali ekan. Bo'lsa mush usullarni bir sinab ko'rsanglar, meningcha cho'qim yaxshi foydasini ko'rsizlar deb o'ylayman. Şuna buning usuli shu, yana bir qatim deb bersam, atdigan turibla hargiz eg'izinglardagi tükürüp etmay, bir kappang nonni eg'izga sevilib, undan keyin asta yuzinglarni yuvib, tishinglarni cho'tkilab, anandan keyin atdiganlik tomoq yesanglar, meningcha buning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi ekan. Men davomlashtiramadim, ammo pat sinavyapman. Haqiqatan odamning ichi shunchalik yaxshi yurishidi ekan demakchi. Bo'lsa hamda ko'pchilikniki shu badan hazm qilishni bo'libmi shunchalik hazm yaxshi bo'lsa, cho'ng kichik taraflar yaxshi bo'lsa, odamning tabiiy immunit kuchi oshadi. Shunlashqa shu boya so'zlab o'tgan shu uch bazning o'rnini nima dedim, shu bazdan chiqqan ajratma tükürükning shunchalik roli borligini dedim. Shunlashqa bu tükürükmi bir xil immunit kuchimizni nihoyatda aşırıdığan hem bedenimizge paylık boğaşqa muş usullarını bir paylanıp körsək diye ümitdimen. Ondan keyin ikinci nokta bugün sözləydiğim eğiz boşluğu, yallığı. Bu hem de asasen köpünçe adamlarda bulunduğun yallıqken bu hem de kızlarda, ayollarda köpürek görüldüken, elbette erlerde mi, oğullarda mı bulundukken. Buniki her xil sebebi bo'ladi ekan. Bu sabablar degan ro'y besim deymiz, undan keyin horg'inlik deymiz. Degandek hozir jamiyatimiz bo'layotgan shu ro'y tarafdan kelayotgan har xil besimlardan, undan keyin shu bak ochiq, bak g'idiqlaydigan tomoqlarni yegandan keyin bo'ladigan ishlar ekan. Shunlashqa bu agar bo'lib qolgan vaqtida qancha davolaymiz degan chaqda shunday yaxshi uyda qiladigan yaxshi usullar bor ekan. Bu usullarning birdan bir yaxshi usuli shu tuz suyi ham o'yla o'qimiz. Tuz suyini ozroq eg'izni chayqash usuli degandek. Shu usullarda bu og'risa ajoyib og'riydi ekan. Bizning uydagilar ancha-muncha bo'ladi. Bo'lib shu qiziq choy ichganlardan ko'p ko'rildi ekan. Shunlashqa buniki bo'lgandan keyin hamda bek og'riydi ekan, hatto giya qismi og'riydi ekan. Bu resimni ko'rsatgandek tilga chiqadi ekan, eg'izniki qalbning ichlariga chiqadi ekan degandek har xil bo'ladi ekan. Shunlashqa buniki saqlashimi 10 kundan 2 haftagacha bo'ladi ekan. Shunga bu meniki hamda hazm qilish bo'limining bir qismiga munosabatli bo'lganligini so'zladim. Odatda 10 kundan yuqori, yana 2 haftadan yuqori bo'lib saqaymagan vaqtda darhol doktorga berish kerak ekan. Buni eg'ir etgan chaqda sal qaramaslik kerak ekan demakchi. Eg'ir bo'lgan chaqda bo'libmi tilniki, til raki deganlarni anglagan bo'lishinglar mumkin. Til raki bo'lish ehtimoli bo'ladi ekan. Shunlashqa bak so'z o'tmay uyda qildigan amalni qilib, agar faqat bo'lmasa doktorga berishinglarni umid qilaman. Shu davolash usullaridan shu uyda qiladigan boy degandek tuz suyini ozroq yilman suga qilib eg'izni chayqash usuli eng yaxshi unum beradi ekan. Bugun hamda men shunchalik so'zlab tursam, qanday savollar bo'lsa, ya'ni so'rasanglar, menga savollar tushdi. Bu savollarni bo'libmi shu hazm qilishni so'zlagandan keyin oshqozon kislotasiningki ta'tir yenishi degan savollar bak tushdi. Umuman boy degandek shu eg'iz bo'shlig'ini so'zlab bo'lib, qizilyo'ngach so'zlab, oshqozonni kep, kichik uchay, cho'ng uchay qatorliq a'zolarni so'zlayman. Shu qismlarda amaliy misollar bilan so'zlashga tirishman. Shunlashqa hamda ko'pchilikning meniki shu videolarimni taqib bergan
qarindoshlarımga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ham do'stlarningki o'zaro a'zo bo'lib, o'zaro taqib qo'yishini chin dilida umid qilaman. Yana bir ish oldin qatimladim dedim. YouTube'ning ostidagi subscribe deganni besib qo'ysanglar, meniki yangi chiqqan videolarimni oldi bilan sizlarga YouTube ochgandan keyin ko'rildi ekan, a'zo bo'lgandan keyin. Bu hargiz ba'zanlar oshna o'ylaydiganlar bor ekan, pul olib qolish mumkin degan gaplar bor ekan. Albatta biz bu kompyuterni amdan qilyapmiz, bakma bilib ketmaymiz ishki qismlarini. Shunga ehtiyot qilganlik yaxshi. Oxirida ko'pchilikka ko'pdan ko'p rahmat, ko'plab taqib berishinglarni ham a'zo bo'lishinglarni umid qilaman. Bugun shunchalik bo'lsin. Kelar qismda ko'rishaylik. Xayr xo'sh, amon bo'linglar.